kamol bor va ikkinchisi zavol bor. Nazdimda har qanday kamolot inson fitratida, basiratida, o'zida, mohiyatida sodir bo'ladigan hodisa, zehnda sodir bo'ladigan hodisa deb o'ylayman. Zavol u tashqarida sodir bo'ladi. O'shaning uchun kamolot ichkaridan, zavol tashqaridandir. Dunyo zavollidir. Yomonlik bordir. Adolatsizlik, layoqatsizlik, qonunsizlik, yiqilish, sitilish, vayron bo'lish dunyoga oiddir. Kamolga erishish, yuksalish, hikmat egasi bo'lish, irfon egasi bo'lish, haqni anglash, his qilish, yashash, bular hammasi insonni ichida, o'zagida sodir bo'ladigan hodisalardir. Ha, ilm odamlarini harakatlari hech qursa ichkarida kamolotga erishishdir. Hech bo'lmasa yaqinlashishdir. Ana shu yaqinlashish tashqariga ham o'zini nimasini ko'rsatadi. Bu zavoli bor dunyoni ham yaxshilanishiga xizmat qiladi. Ammo baribir buni oxirigacha tuzatishlariga meni ishonchim komil emas. Ammo ichdan kamolga erishish bu har bir insonning asosiy vazifasi bo'lishi kerak deb o'ylayman.